Assalomu alaykum hammaga, xush kelibsizlar. Demak, sizlar bilan writing kursimizni Xudo xohlasa bugun birinchi darsimiz. Demak, har safar darsimizni shunaqa summary bilan boshlar ekanmiz. Ya'ni dars davomida nimalar bo'ladi, nimalar ko'rasiz, nimalar o'rganasiz, right? Xo'p. Demak, bugun darsda ketyapmiz ekan, birinchi o'rinda sentence. Endi buni bilasizlar, juda ham oddiy narsa. Sentence gap degani, gapda nima bor bizda? Subject plus verb. Ya'ni subject plus verb bo'ladigan bo'lsa, o'ylanmasdan uni sentence deb bo'lar ekan. Undan keyin biz demak dependent clause hamda independent clause ketyapti. Clause o'zi nima degani? Clause degani bu ichida hop subject plus verb bo'lgan, ya'ni subject, verb hamda boshqa gapni qismlardan tashkil topgan butun bitta sentence'da biz clause deymiz, right? Endi xuddi shu clause bizda dependent bor ekan va independent bor ekan. Dependent degani bu demak bir narsaga depend on qiladi, ya'ni bitta o'zi tura olmaydi. Independent bo'lsa u o'zi yakka tura oladi va ma'no chiqara oladi, right? Xo'p. Demak, bunda bizda ikkalasida ham subject plus verb bo'ladi. Dependentda ham, independentda ham. Lekin farqi nima desa, mana bu dependentda bizda demak qo'shimcha subordinating conjunction degan xo'p, shunga kiradigan demak so'zlar bo'lar ekan. Ular hozir biz ko'ramiz. Xo'p, phrase hamda fragment. Bu nima? Phrase hamda fragmentda bizda demak yoki subject bo'lmaydi yoki verb bo'lmaydi. Ya'ni to'liq o'qigan paytingizda sizda tushunmay qolasiz, kim nima qilyapti, right? Yoki nima qilyapti bilmay qolasiz. Yoki bu yo'q, yoki bu yo'q. Ikkalasidan bittasi. Va oxirida demak biz how to join sentences. Gaplarni qanaqa qilib bir-biriga ulaymiz. Aynan SAT ning qoidasi bo'yicha qanaqa turlari bor, qanaqa qilib bog'lash kerak, shularni ham bir ko'rib chiqarganmiz. Va albatta oxiriga test ham ishlab qo'yamiz. Shu o'tgan mavzuyimiz bo'yicha. Xo'p, demak, ketyapmiz ekan. Biz birinchi o'rinda clauses and phrases. Clause hamda phraselarni demak beryapti ekan. Mana shu clause aytganimda bu yerda tushuntiryapti. Example o'qisiz bo'ladi. Independent bor deyapti va dependent bor deyapti. Independent degan oddiy qaytayap, mana the dog chased. Ya'ni bizda subject hamda verb bor. Monique made some homemade peach scones for breakfast. Bu o'sha independent clause keladi. He bizda subject, picked it up bo'lsa, bizda bu o'sha verb bo'lyapti. The excited child, subject, opened, verb. Xuddi shular hammasi bitta bo'lib, demak bizda independent clause ga misol bo'lyapti. Davom etamiz. Bunisida dependent clause demak bizda tushuntiryapti. U bitta o'zi tura olmaydi va unda biz qatdan bilamiz dependent clause ligini. Unda demak eng ko'p mana shu so'zlar yoki deyarli har doim mana shu so'zlar bo'ladi. Bu katta list, misol uchun gaplar orasida, grammatik savollar orasida shularni ko'p ko'radigan bo'lsangiz, demak u aniq nima bo'layapti ekan, sizda dependent clause bo'layapti ekan. Ya'ni bular ko'pincha gapni bosh qismiga qo'shilib oladi. Ya'ni mana bu independent clause degi mana bu gaplar bo'layotgan bo'lsa, examplelar bo'layotgan bo'lsa, dependent clause xuddi mana shu examplelar oldiga shunchaki mana shu so'zlarni qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, sizda demak butun gapingiz gap emas, balki dependent clause bo'lib qolar ekan. Ya'ni o'qiganda ma'no chiqmay qolar ekan. Misol uchun, the dog chased its tail. Gap edi. While qo'shib qo'ydik biz boshiga, bu bizda dependent clause bo'lib qoldi, right? Ya'ni while the dog chased its tail, it o'zini dumini quvlayotganda, ko'ryapsiz, quvlayotganda davom etish kerak, siz kutyapsiz davomini. Ya'ni bunda ma'no chiqmay qoladi to'lig'icha. Pastda Monique made some homemade peach scones for breakfast. Endi although qo'shamiz. Although he made some homemade peach scones for breakfast. Undan keyin koma qo'yib turib, misol uchun aytishingiz mumkin edi. Nobody ate them. Misol uchun hech kim yemadi. Right? Forgive my handwriting. Ya'ni buni davomi yo'q xullas bizda. Shu paytda biz uni demak nima derkanmiz? Dependent clause derkanmiz. Yoki pastda he picked it up. Gap edi, since qo'ysak dan beri yoki because degani. Misol uchun qarang. Since he picked it up, uni olgandan beri yoki bo'lmasam because he picked it up, ya'ni since bizda because degan ma'nosi ham bor, to'g'rimi? U uni olgani uchun ya'ni ma'no chiqmay qolyapti oxirigacha. Endi bizda mana shu so'zlar ba'zi paytlarda mana bu o'rtasiga kelib qolishi mumkin ekan. The truth is peacocks seem harmless. Qarang, mana bu yo'q bo'lsa bizda gap bo'lyapti. The truth is haqiqat shuki peacocks seem harmless. Ular harmless ko'rinadi. Endi demakki bo'lsa, buni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, the truth is although peacocks seem harmless, ular shunaqa ko'rinsa ham, deb turib,
They are not deb qo'ysangiz misol uchun, ular unaqa emas. O'zi aslida they are not deb qo'yadigan bo'lsangiz, misol uchun ular unaqa emas. Demak, farqini tushunib oldik. Independent, dependent. Va endi phrase o'tyapmiz. Phrase aytish bo'yicha, demak, unda yoki verb yoki ikkalasi ham subject yoki verb yoki ikkalasi ham yo'q bo'ladi deyapti. Ya'ni uni o'qigan paytingizda kim qilyapti, nima qilyapti bilmay qolasiz. Biz bu yerda fragment bilan phrase qo'shib olgandik. Fragment ham shunga o'xshab ketgan narsa. Buni ham oxirida ko'ramiz. Xo'p, misol uchun qarang. Chasing its tail, dumini quvlab. Xo'p, verb bor, lekin bu yerda subject yo'q. Nima quvlab dumini? Olma, xommi, quyonmi, itmi, mushukmi bilmaysiz. Bunisi making some homemade peach scones for breakfast. Ya'ni breakfastga shunaqalar make qilib ism qo'shgan misol uchun. Haligi Monique did something siz keyin gapingiz to'g'ri bo'lar. Yoki picking it up, uni olyapti. Xo'p, kim olyapti misol uchun bilmaysiz. Ya'ni bu yerda o'sha subject yo'q. Yoki bunda a new innovation in green energy. Xo'p, bu yerda misol uchun subject yo'q. Bizda bu narsani keyinchalik o'tamiz, ya'ni bu bitta to'lig'icha bitta bo'lib apostrophe deymiz bu narsani, ya'ni a deb turib tushuntiradi bu narsani. A new innovation in green energy turib menga qanaqa nom qo'yadi. Right? Ya'ni mana shu nomga men yerda hozir definition beryapti. Bu maytdagi narsa nima ekansa, bu a new innovation in green energy deb aytamiz. Lekin bu narsa hozir shart emas bizga, ya'ni apostrophe degan narsani keyinchalik ham o'tamiz. For now, yeah. Demak, bu qanaqadir information bergan qism ekan, xolos. Bu yerda hech qanaqa subject yo'q misol uchun. Siz menga qarab turib a new innovation aytayapti deb chalg'imen, a new innovation in green energy bitta bo'lib, bu bizda apostrophe degan narsa tushar ekan. Aytayaptiki, these examples are all missing the subject. Bittasida ham demak subject yo'q deyapti. From the phrase alone, we do not know who is doing any of these actions. Biz bilmaymiz kim qilayotgan. I think clear, juda ham oddiy narsa bular. Davom etamiz. Endi bu yerda hozir o'sha farqini beryapti ekan. Men yerda aytgan hamma farqlarni men yerda bitta to'plab qo'ygan, o'zingiz qiziqishga bitta o'qib olsangiz bo'ladi. Right? Ko'rib chiqing shu narsani. Biz esa davom etamiz. Xo'p, endi bunda independent clauses and reference words. Bizda independent clause. Mana shu listdagi so'zlarni ko'pchilik ko'rgan paytda mana bunga adashtirib, ya'ni metdagi listga adashtirib, bular menimcha anaqa bo'lsa kerak, dependent bo'lsa kerak, dependent qo'ryapti gap deb adashib, to'liq independent clause sifatida ko'rishmaydi. Misol uchun all degani hamma degani, all came bo'lsa hammaga misol uchun yoki aytamiz ketyaptigan everybody, everyone, everything, everybody came, everyone came misol uchun hamma keldi degan paytda u demak o'quvchilar adashib shu narsani misol uchun olib qo'yish mumkin ekan, independentdan tashqari qilib, right? Yoki misol uchun few ko'pincha. Few degani kamchilik degan misol uchun. Few liked it bo'lsa misol uchun kamchilik yoqtirdi. Bu ham still bizda independent clause'da reference word degan, right? Yoki misol uchun some kelyapti mana misol uchun some degan chalg'itishadi ko'pincha. Some say, ya'ni ba'zilar aytadi deymiz-ku, some say. Demak, bular ham hammasi chetdagilar, let's say hammasi bu subject sifatida ishlar ekan. Right? Yes. Subject sifatida ishlayapti ekan. Demak, buni o'qib ham ko'rasiz bo'ladi bir. Shuni siz mistake qilmasdan, chalg'itmasdan independent clause'da reference wordligini tushunishingiz kerak ekan. Right? Xo'p, endi davom etamiz. Mana bizda уже exercise beryapti. Dependent clause'ga d qo'ying, independent clause'ga I qo'ying, phrase'ga p qo'ying va IDP yozib chiqing har bittasiga deyapti. Right? Buni endi o'zingiz bir qarab qilishingiz kerak. Shu yerda o'zida videoni qatorasida bir ishlab ko'rasiz, right? Va hozir men javoblarni beraman har bittasiga. Demak, mana javoblar yozib qo'ydik. Shu bo'yicha ko'rib chiqasiz va yaxshilab analiz qilar ekansiz. Xo'p. Davom etamiz. Endi bizda ketyapti 5 types of compound sentences. 5 xil turi. Ya'ni oddiy qilib aytganda bu joyda hozir bizda gaplarni bog'lash bir-biriga. Ya'ni biz boshida ko'rganimiz bor edi, ya'ni qanday qilib gaplarni birga bog'laymiz, right? Xo'p. Demak, bularni biz yaxshilab ko'rib yodlab olishimiz shart. Har doim bular tushadi, har doim bor. Demak, ketyapmiz ekan shu yerdan. Birinchi o'rinda two separate independent clauses joined with a period. Ya'ni bizda independent clause degani bu ikkalasida ham subject plus verb bo'lgan gap qismlari, ya'ni gaplar birga bog'lanishi. Bu oddiy standart narsa, ya'ni sizda har doim ikkita gap keladigan bo'lsa, Mary loves dogs, Angel loves cats. Ikkalasi ham gap bo'lyaptimi? O'rtasiga nuqta qo'yasiz.
Shu narsa esdan chiqmasin, ya'ni har doim sizda period qo'yiladi. Period degan nuqta degani, nuqta yoki mana shu nuqtani o'rnini bosadigan qanaqadir bitta punctuation qo'yishingiz kerak. Buni ham ko'ramiz hozir darslar davomida. Lekin oddiy aytganda har doim gap kelayotgan bo'lsa, bu nuqta qo'yiladi o'rtasiga. Bu standart qoida. Endi ikkinchisiga ketayotganimizda comma plus femboys joining two independent clauses. Xo'p, qachonki biz ikkita independent clause bog'lagan paytimizda, ya'ni misol tepada ham ikkita independent clause bog'ladik, pastda ham bog'lamoqchi bo'lyapmiz. Lekin endi bunda nuqta qo'ymayapti. Qarang, comma qo'yapti, end qo'yapti. Right? Femboy degan nima desa, bizga mana beryapti T femboys deb. For, and, nor, but, or, yet, so. Ya'ni femboys bosh harflar olingan bo'lsa, femboys bo'ladi, hammasi bitta bo'ladi. Mashlarni biz bilishimiz shart. Ya'ni vergul qo'yib, undan keyin mash so'zlar bittasini любой beradigan bo'lsa, u har doim demak bizda nuqtaga teng bo'lar ekan. Koma qo'yib turib, misol uchun biz femboys deb qo'ysak bo'ladi. Xo'p, ya'ni nuqta teng comma plus femboys ekan. Masalan qarang, Mary loves dogs gap, Andrew loves cats gap, lekin o'rtasiga comma bilan end qo'yib qo'yadi, bu bizda bog'layapti. Ya'ni hech qanaqa muammosiz. Bitta yo'l ekan bizda. Endi semicolon between two independent clauses. Qachonki bizda ikkita gap keladigan bo'lsa, o'rtasiga nuqta emas, balki semicolon qo'yish. Demak, xuddi shu narsa bu periodga teng bo'lar ekan. On the SAT bizda qachonki nuqtali vergul, nuqta, vergul va femboys keladigan bo'lsa, bularning hammasi ma'nosi nuqta ekan shunchaki. Shuning uchun bular gapning o'rtasiga kelaverar ekan. Lekin semicolonda bu nuqtadan farqi shuki, semicolondan keyin biz kichkina harf bilan yozishimiz kerak gapni. Lekin bizda Andrew ism bo'lgani uchun katta bilan yozyapti. Xo'p, mana a semicolon is the same as a period on the SAT bilan xato ketibdi. Endi to'rtinchisi, dependent clause followed by independent clause. Koma qo'yganmiz. Qachonki bizda bitta dependent clause, ya'ni haligi 16 tamida biz listimiz so'zlar. Mana shu listdagi so'zlar, bitta mana ko'prog'i. Shu so'zlar kelsa, ya'ni bitta gap qismida keladigan bo'lsa, demak biz misol uchun while keladigan. While Mary loves dogs. Undan keyin koma qo'yib Andrew loves cats ekanmiz. Ya'ni farqini tushunib oling. Birinchi dependent kelib, undan keyin independent keladigan bo'lsa, koma qo'yar ekanmiz. Endi 5-chisida xuddi o'sha bo'lyapti, faqat endi teskarisi. Independent clausedan keyin dependent keladigan bo'lsa, ya'ni o'rnalash bo'lsa, qarang. Mary loves dogs, although Andrew loves cats esa bunda ijtimo qo'yilmas ekan. Qarang, ijtimo yo'q ekan. Demak, mana shu 5 ta qoidani bilib olishingiz kerak. Bular har doim test qilinadi on the SAT, right? You have to know this. Va oxiri comma splice ketyapti ekan. Comma splice nima desa, comma splice degani demak bizda qachonki ikkita gapning o'rtasiga comma qo'yib qo'yishingiz. Misol uchun, it is gap ketyapti. Believe that bulls are enraged by color red gap. They are actually color blind. So, bu ham gap ketyapti. Gap. Ikkita gapning o'rtasiga comma qo'yib qo'ygan, bu comma splice xato ekan har doim. Bunisi I cannot believe you did not get the flowers. I cannot believe you did not get the flowers. Gap. I left them. Bu ham gap, qarang. Subject verb kelasida ham. Lekin koma qo'yib qo'ygan, bu ham demak bizda xato ekan, shuning uchun. Xo'p, demak comma splice'ni tushunib oldik. Endi bunisiga o'zingiz bir ishlab ko'rasiz hozir. Ya'ni bu yerda javoblar bitta emas, bir nechtasi mos tushishi mumkin. O'zingiz qiziqib javob tanlab ko'rar ekansiz bunisiga. Demak, qatramizni ishlab ko'ramiz. Demak, mana shu javoblar bir ko'rib tekshirasiz bo'lar ekan. Xo'p, endi o'tyapmiz ekan. Bu yoqda bizda sentence fragment. Bu xuddi frezga o'xshaydi. Bir o'qib ko'rasiz bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa yangilik yo'q biz uchun. Demak, davom etamiz. Va xuddi shu chapter bo'yicha sizda mana praktika ketyapti ekan. Savollarni o'zingiz qatirib ishlab ko'rasiz va javoblarini men sizga shu videoni kommentiga tashlab qo'ygan bo'laman. Siz ko'rib, tekshirib, analiz qilib olishingiz kerak ekan. Xo'p. Demak, shu bilan darsimiz tugatsak bo'ladi. Kerakli bo'lgan har bittasini ko'rib chiqdik bugungi dars uchun. Shularni yaxshilab qaytarib, ko'rib, demak bitta o'zingiz nima qiladigan bo'lsangiz, o'rganib oladigan bo'lsangiz, yana bir nima qilib, savollar bo'lsa yozib, va shu bilan tugatsak bo'lar ekan. Hammaga rahmat. Vaqtingizga rozi bo'ling. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishamiz.